8 haftalik homiladorman va Andijonga qanday borib keldim? Bugun shu haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Ertalabdan yo'lga chiqmadik. Albatta, iftorlikdan ozgina oldin yo'lga chiqdik xo'jayinim bilan. Samolyotda ham, poyezdda ham yurib bo'lmas ekan, muqimmas ekan. Samolyotda вообще-то qo'ymaydi. Poyezdda ham muqimmas va taksida ketdik, ya'ni o'zimizning mashinada ketdik. Yo'lda где-то 2 soatcha uxladim. Qizim ham qiynamadi, Solixani ham olgandik va orqada o'tirib ketdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Ochilishga bormasam bo'lmasdi o'rtoqlar. Уже bilasizlar, do'konimiz ochilishida. Hop, bu video birinchi qism bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Solixa uxlaganligi uchun iftorlik vaqtini ham o'tkazib yubordik va где-то 8 da ovqatlandik. Shunda ham restoran topolmasdan yo'ldan fast food yedik. Yo'lda har xil narsalar oldik. Qurt, murt, semishka, pemishka deganlarda va Andijonga yetib kelib oldik. O'rtoqlar, naqd 5,5 soatda yetib kelamiz. Probka, xullas hamma narsani nazarda tutganda. Gостиницаga sekin joylashib oldik. Ko'rsanglar bo'ladi. Va ko'pchilik bilmaydi, men Kesir va yo'li bilan tug'ganman. Birinchi tug'ruqimni, ikkinchisi ham bunaqa planoviy bo'ladi.